bugungi oxirgi lokatsiyamiz o'zim obyektim. Bu obyekt sotilgan, faqat uyning ichkarisida перегородка ishlari qolgan edi. Ichkarini obzor qilamiz. Xudo xolasa bugun oxirgi mo'llar ishni tugatibdi. O'zimni obyektimga o'zim kira olmasam, hozir telefon qilib aniqlaymiz, kirib obzor qilamiz. Mana bu joylarga spesial qoldirib qo'yganmiz, musorlarga ahamiyat bermanglar. Zina qo'yamiz yaqin kunlarda, mo'g'ishlarni olib chiqib ketgandan keyin. Cho'p chiroyli qilib, mana shu yerlarga hafsala qilib. Hop, o'zimiz obyektni o'zimiz ocha olmayapmiz. Bittasini ochdik, ikkinchisiga hali tushmayapti. Hop, ishlarni ko'ramiz. Ozmi ko'pmi? Ko'pchilar. Bu kottejimizni olgan akamiz bitta sanuzelni oldirib tashlabdi. Buni menga to'sib bering deganiga to'sib berdik. Aslida mana shu joyda manzar bo'lsa, spalniy bo'lishi kerak edi. Buni отдельный tashqaridan kelgan mehmonlarga qoldirdi. O'zini spalnisini sanuzelga kiradigan qildi. Bitta asosiy sanuzel bo'ldi. Planirovkasi juda ham zo'r chiqqan. Ertaga harakat qilaman ochishga, bugun ancha og'ir kun bo'ldi. Bu yaxshi kun. To'g'riroq obzor qilaman. Sog' bo'linglar. Kimga shunaqangi uylar kerak bo'lsa, albatta aloqaga chiqinglar. 2025-yilda eski narxda harakat qilib qurib berishga. Sog' bo'linglar.